Assalomu alaykum Koroskan Chorlon aziz obunachilari. Namangan viloyati Chortoq tumani Koroskan shaharchasi. Yana o'zimizning xonadonda o'z video syomkalarimizni olib bormoqdamiz. 2026-yil 14-fevral hafta kuniga shanba. Qadrdonlar, bir bosh. Xudo xolasa 30 kun demaymiz. Endi egalari bizga 8 oydan o'tgan 9-oyda 20 kun, 25 kun kuni qoldi deydi. Biz borani 40 kunni deylik. 8 oyga o'tgan o'sha 10 kun. Где-то 10 kun biz aytgan 10 kun 15 kun erta tug'ib biz xursandmiz. Borani 40 kunni tug'adi deylik. Qadrdonlar, birinchi qo'ringa 8 oydan o'tgan, borani 8-oyga to'lmagan deymiz. 40 kuncha tug'adi beramiz. Akalar, Xudo xolasa ro'za Ramazon oyiga sovg'a bo'ladi. Jonivor birinchi qo'ringa. Hali bo'zatishda, kuragi yo'q. Akalar mana. Oyoq qo'llar stakan tirnoq. Shvet tozasi mana. Akalar, tozasidan, zo'ridan boqaman, noldan o'zim sigir qilaman deganlar akalar. Xo'p, kuratish yo'q. Bo'ylari 1.30. Birinchi qo'ringa. Jonivor mana. Go'zalligini qarang, go'zalligini. Akalar, kanalga bosib, obuna bo'lib hechdan chiqmasin. Akalar, birinchi qo'ringa. Bo'zak 8 oydan o'tgan borani 40 kun nari berasizlar. Xudo xolasa ro'za Ramazonga sovg'a qilib chiroyli tug'ib beradigan jonivor. Mana tagiga tutaylar ham. Xudo xolasa yelin tashab qo'ygan. Jonivor. Akalar ko'ps tegmagan. Mana taglari. Yelin tashab qo'ygan. Akalar bo'ylari 1.30. Birinchi qo'ringa bo'zatishda hali ko'rayga chiqmagan. Akalar hali bu 40 kun ham o'sida tuqqandan tanaqa o'sib ketadi. Akalar mana shvetni go'zalini boqaman deganlarga xo'p, bir bosh. Bu tomonda akalar mana 1.13 bo'yi, nargisi 1.13 atrofda. Bunisi 1.25 bo'ylari. Unacha hali bular qochmagan. 5 oylik, qorasi 4 oylik, bunisi 8 oylik atrofda. Xudo xolosdagi so'rab, go'zallarga ravuz aloqaga chiqaverasizlar. Akalar birinchi qo'ringa 8 oydan o'tgan. Xo'p, borani 40 kunni tug'ada beramiz. Biz aytgandan 10 kun 15 kun erta tug'ib bersa biz xursandmiz. Akalar, telefon raqamimiz 95lik 790 15 15. Xo'p, 50lik 504 15 15. Telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Akalar mana jonivor. Tutallari ham. Mana Tattestor joyda. Do'stlar, qadrdonlar, xo'p, vodiy bo'ylab dastlabkamiz bor. Vohalarga ham kelishgan holatda qilib beramiz. Dastlabkasidan muammosi yo'q. O'zbekiston bo'ylab dastlabka qilib beramiz. Turishini qarang, buni turishini. Jonivor. Mana ko'rsataman. Akalar, shunaqasidan molxonamizda 10-15 ta bo'lgan. Bo'lsin deganlar akalar bittadan like bosib qo'yasizlar. Xo'p, narxi 32,5 million. Unaqa 35, 36, 37 yo'q. Bu xudo xolos bitta yoniga bola tushib qolsa 45 ga hech kim berma. Nomoz bola tushib qoldimi? Ko'ryapsiz, o'z yangi tushgan nomoz ham $1000 bo'lyapti, yangi tug'ilgan. Xudo xolos birinchi qo'ring. O'zim 5 ta 6 ta bolasini olaman deganlarga tavsiya qilamiz. Akalar, kanalga obuna bo'lib shoshilamiz. Bunaqasi bizdan so'rab tugamaydi, zakazga ham yig'ib beramiz. 32 million 500 ming jija xayri bor. Vodiy bo'ylab dastlabki bepul. Vohalarga ham kelishgan holat chiqaz beramiz. Paddashkada bo'lib tursa, bundan zo'rlar hali oldinda.